Assalomu alaykum aziz muxlis. Shov-shuv Uzbek kanalimizga xush kelibsiz. Birinchi Nig'ora opam bolalari kirishayotgan biza. To'g'rimi Mevana? Sunnat. Qalay? Sunnatilla bilan Muhammad. Hovlingizga qarang. Hovlingizga yozgi oshxona qildik alohida. Hojatxona qaytadan qilindi, uyingiz ham qaytadan qildik. Endi uyingiz xudo xohlasa oshxonadan tashqari 3 ta xonasi bor. Qizingiz bilan sizga alohida xona, mehmonlaringizga alohida xona, keyin o'g'il bolalar uchun alohida xona. Kiringlarchi? Kiringlar. Kelinglar. Davay, kiring. Ana Sunnatilla bilan Muhammadning yangi uyi. To'g'risi boshda mana bunaqa ishonmagan edim, ya'ni nimaga uyda o'tirgan holda bemalol ko'p daromad, ya'ni pul topish osonligini oddiy Telegram kanalga o'tib ham Telegram orqali ko'p daromad qilishga men ham boshda ishonmagan edim, lekin bu kanalni ko'rganimdan keyin, o'zimni ko'zim bilan ko'rganimdan keyin, arxivlarni ko'rganimdan keyin ham ishondim. Bu narsani o'rganish uchun sizlarda hech qanaqa tajriba kerak emas. Sizlarga o'zingizlarga noldan o'rgatishadi, keyin foydaga chiqquningizgacha o'zingizlarni har bitta insonni o'zini kurator bo'ladi. Foydaga chiqquningizcha sizlarga hammasini noldan o'rgatishadi. Agar kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, shu narsa men sizlarga pastda ham yo'lda silkasini qoldiraman. Bemalol o'tib sizlar ham noldan o'rganib daromadgacha chiqishingiz mumkin uyda o'tirgan holatda. Qanaqa ekan? Qancha ko'rsatib ko'rayotganing qaysi biri saniga? Bu yoq qurildi, qo'shildi. Oldingiz o'taman deydi. Bu o'g'il bolalar uchun ikkita kravat qildik. Yaxshimi? Yotib tepada kim yotadi? Da chiqdi tepa. Daydi. Kibrlab bo'ldi. Ana, tushib ketmaysanmi? Tushib ketmaysanmi? Yaxshimi? Bundan multfilm ko'rib, ha? Sekin tushasan faqat. Ke. Amal. Ham yo'lda dars qilishadi. Mevana o'zing yaxshi ko'rgan labubusini opasiga bermoqchi, rosa uyalib ketyapti. O'zing ber. Uyaladi. Sizga ekan. Bu jonu jahonim Mevanani sevimli labubusi. Esizdami bu joy? Bu xonangiz? Bu xullas sizning xonangiz, qizingiz bilan. Keling. Ana qizlarning xonasi. Ana. Bu joy ham esizdami? Mana bu turadi kravatingiz. Hammasini buzib tashladik. Esdalik bo'lish uchun ikkita xonani qoldirdik endi kak razmerida. Hatta hamma joyini buzib qaytadan qildik. Yoqdimi rostdan? Yo'q. Qanaqa chiqibdi? Topganlar barakatsin do'stlar. Voy aslanım. Barakatsinlar. Gelsinmi? Voy bo'ling. Sizlar ham boy bo'lib ketinglar. Katta bola bo'lganingizni ham eslab yuring. Uy yoqdimi sizga? Chiroyli chiqibdimi? Endi mana shu yerda o'tirib ovqat yeysizlar, mana bu yerda o'ynaysizlar, mazza qilib, ha? Xudo xohlasa. Yaxshi. Bundan keyin endi shu bolalarni ustidan yopmangda, hovlini yopib ketasiz. Bolalar bemalol hovlida o'ynab yurishaveradi, ha? Rahmat aytishdi. Babajon, urundirishadi, haqli bo'ladi, urundirishadi. Barakatsin do'stlar. Voy, rahmat. Siz ko'rmadingizmi shu paytga chiqdingiz? Yaqin kelsiz. Kutganingizdami yo boshqachami? Qanaqa kutuvdingiz? Aka videoda ko'rdingizmi? Keyin video qo'ydim. Ha, kecha qo'yganman videoni. Ha, bunaqa video, qisqaroq video olib qo'ydim-da. O'shani ko'rganlarda. Ana shu mebellarni ham uchxonakani o'zi qilib berdi. Duo qilib qo'yasiz uchxonakani alohida. Xohlasa. Yana oldiga bos. Kel.
Молодец.